Alloh taolo bir bandasini yomon ko'rsa, dunyoda unga birorta mashaqqat bermaydi. Bizi tarozimiz boshqacha, bizi o'lchovimiz boshqacha. Alloh taolo bir bandasini yaxshi ko'rsa, dunyoda umuman xor qilmaydi, dunyoda zo'r yashaydi deymiz. Alloh taoloning o'lchovi esa boshqacha. Alloh taolo bir bandani yomon ko'rsa, uni boshiga hech qanaqa musibat solmaydi. Nimaga? Banda Robbisini eslamasin deydi. O'zi yoqtirmagan, yaxshi ko'rmagan bandasini Alloh taolo o'zini suhbatiga hech qachon chorlamaydi. Fir'avn deydi, nimaga xudolikni da'vo qilgan desa, birodarlar, tarixiy manbalarda keladiki, Fir'avnning biror marta boshi og'rimagan ekan. Bir marta tishi og'rimagan ekan. Tishi og'rib, kechasi uxlay olmasdan yurib chiqqanlar bor ichimizda. Uni og'rig'i tasavvur ham qilib bo'lmaydi deymiz. Fir'avnning saroyida bitta piyolasi sinmagan ekan. Bitta idishi sinmagan.